Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyadası da gacırız, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islaha 2022 yıl 7. ayının 23. günü. Mışı 4-5 gündün bir-iki vaziyetinin ahvali, yanıla nasip olsa hanımın Tayvan'ı ziyaret kılışı, doğru mu, yoki vaqti emasmi degan munozirlar bo'yicha kengirib kelyapti vatandosh. Ben shuni davr qilgan oldi bugun sizlarga leksiya so'zlaymiz. Birinchi mavzu mundaq. Angliya harbiy ishlar istixboroti 6 boshqarma. Jungoga taqobil turish birinchi darajalik vazifamizdir. Balki terrorizmga qarshi turishdan muhim vazifadir deb ko'rsatdi mavzuli xabar 7. ayning 22. kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi xabar. Mundaq boshlar. Angliya Reuters 7. ayning 21. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Angliya harbiy ishlar istixborot 6 boshqarmaning boshlig'i Richard Moore 7. ayning 21. kuni mundaq ko'rsatdi. Jungo hozir harbiy ishlar istixborot 6 boshqarmaning istixborot to'playdigan muhim vazifa obyektiga aylandi. Bu vazifaning muhimligi terrorizmga qarshi turishning muhimligidan olqib ketdi. Moore yana Rossiya-Ukraina urushini misol qilib mundaq dedi. G'arb dunyosi Jungoga agar Tayvanni qurolli harbiy kuch bilan birlik keltirishga urinadigan bo'lsang, nayti eğer oqibatga qolasan deb signal berishi kerak. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Richard Moore, Amerika Colorado shtati Aspen bexatarlik munbirida nutq so'zlaganda teg'uvchini Jungoga qaratib, G'arb dunyosining Jungo strategik nishonni qanday ishga oshiradi bilmoqchi bo'lishi intayin murakkab xarajdir deb ko'rsatdi. Angliya harbiy ishlar istixborot 6 boshqarmaning boshlig'i Richard Moore yana mundaq ko'rsatdi. Men boshqarayotgan bu organ Angliya vazirining siyosat tuzishida bu nuqtani, ya'ni Jungoni tushunib olishiga yordam qildi. Undaq bo'lganda hukumatimiz Jungo bu xil intayin murakkab va Jungo bilan bo'lgan qiyin munosabatlarni yaxshi bartaraf qila oladi. Mesela Angliya 6 boshqarma harbiy istixborot organi muhim xabarlar bilan Angliyaning vazirini ta'minlaydi. Richard Moore mundaq ko'rsatdi. Mening rahbarligimdagi harbiy ishlar istixborot 6 boshqarma Jungo to'g'risida azaldan ham xiyolda bo'lgan emas. Balki Jungoni cheklash bu organning Angliya harbiy ishlar istixborot boshqarmasining muhim vazifasiga aylandi. Vazifaning muhimligi hatto terrorizmni qarshi turishning muhimligidan muhim ishdir. Richard Moore nutqida Ukraina Rossiya harbiy to'qinishi Tayvan bo'g'izi bilan birlashtirib qarab, G'arb davlatlari Ukrainaning g'alaba qilishiga yordam berish kerak. Shu orqali Jungoga Tayvanni qurolli birlikka keltirish qo'rqinchliq oqibat elib keladi deb signal berish lozim. Biz signal beradigan muvofiq usulni topishimiz kerak. Hem zaruri tahdid tadbirini qo'llanishimiz lozim. Tahdidning real ifodasi va real kuchi bo'ladi.